Erjonimni jumaga kuzatimda 1 yil oldin qaynatib qo'ygan lavlagi sabzilarimdan salat qilib qo'ydim. Salatni masalliqlarini to'g'ri bo'lib, bundoq qarasam tuxum yo'q ekan deydi. Janatim qaynonamga iltimos qildim. Tuxum yo'q ekan oyijon, olib kelib berasizmi desam, shartta bolamni oldilarda bozorga ketvordilar. Bu fursatdan unumli foydalanish kerak dedimda, shartta spalnimga kirdimda bo'yanishga, yasan-tusan qilishga tushib ketdim. Chunki bugun erjonim uydalar, bugun erimga dam. Ko'chada, ishxonada kalta-kulta kiyib, ko'tini ochib yurgan qizlarni ko'radilar deb, uyda o'zim chiroyli bo'valay deb, chiroyli bo'lib yasandim. Ba'zi bir ayollar ko'chaga chiqishdan oldin yokida kimdir kelishdan oldin yasanadi. Erjonim jumadan kelganlarida shunda ko'zlari quvnab, xotinimga bugun bitta shokolad ko'tarib kelmadimmi deb afsuslanib qolsinlar. O'zingga oro berding, uyingga oro bermadingmi deb gapirmasinlar shu sassiq cholim deb 5 yildan beri yerda yotgan kiyimlarni olib tashladim. Uylarim ozgina to'zib qolsa, erim bir pasda qaynonalik qiladilar. Sizlarda ham er nomli qaynona bormi? Bugun o'zi pastel almashtirishim kerak edi. Shunda almashtirishga erindimda, pastellarim et-betini qoqdimda to'g'rilab qo'ya qoldim. Axir mendaqa go'zal, chaqon xotinni qayerdan topadi erim, to'g'rimi? Janatim erimni boshiga baxt qushi bo'lib qo'nganman-da. O'zimizni pastellarimizni almashtirmaganga yarasha bolamni pastelini almashtirib qo'yay deb almashtirib qo'ya qoldim. Kommentariyam ochiq turadi. Bemalol kommentariyaga xohlagan gapinglarni yozsanglar bo'ladi. Voy, shu kiyimingizdan boshqa kiyimingiz yo'qmi? Shu pastellaringizdan boshqa pastellaringiz yo'qmi deb bemalol gapirishinglar mumkin. Yoymadan Brizelli menga olgan ko'ynagimni kiyib ola qoldim. Nima farqi bor? Zato yarashdi-ku. Oldin ko'chaga atir sepib chiqardim. Hozirda ko'chaga umuman atir sepib chiqmaydigan bo'lgan. Yuringlar, endi sizlarni teraskaga olib chiqaman. Yana erim gapirmasinlar deb shu spalnini yig'ishtiribsan, shu teraskani ham yig'ishtirib qo'ymadingmi deb gapirmasinlar deb bu yoni ham shart-shurt yig'ishtirib tashlay qoldim. Sezayotgan bo'lsanglar, gaplarim ham jingali bo'lib qolyapti. Shuncha video olaman, shuncha harakat qilaman, 20 ta dona like ham yig'ilmaydi-da. Like bosadiganlar ham, ayniqsa begonalar, o'zimning yaqinlarim like bosmaydi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qoling.